Bismillah. Assalomu alaykum. Yurtdoshlarimiz, yurtimiz a'zolari, mana bugungi Hoji Akbar ukamiz uchun yig'ilgan ehsonimiz. Hop. Ba'zi opaqalari, amakilari yig'ilgan pulimiz ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Ehsonlarning mukofotini ehson bilan Alloh taolo to'ldirsin. Rahmat, xursandmiz hammalaringdan. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. 10 million, 20 million, 30 million, 40 million, 40 million 40 million 250 ming. Mana yerda hozir Toshkentdan akalarimiz ham ehson qilgan. Obshi mahalladan ham ehsonlar bo'ldi. 6301 dollar. 1650 tashib ketgan. Allah umrlaringga, rizqlaringga baraka bersin. Mana biz mana bir haftadan 3 kundan buyon, 4 kundan buyon hammalaring harakat qilyaptilar. Xabarimiz bor. Telefonlarda ko'rib turibmiz. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu yerda undan ham Alloh kasallikni quvvat bersin hammalaringga. Bolalaringga bosh bo'lib, unlaring, rizqlaring bo'lib, ota-onalaringga hammalaringga rahmat. Xudo xolasa bundan bag'riga ham Alloh Meki maşa qilgan ehsonlar kim meki ehson qilgan bo'lsa, Allohning ehsonlarini dargohida qabul etsin. Umrlarini uzoq, rizqlarini ulug' qilsin. Hammamizga mana shunaqangi ehson qiluvchilarga shu qodir qilsin. Hammalaringga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Alloh dargohida qabul etsin. 34 million chetdan, mahalladan, kilikdan tushganlardan plastikka 34 million pul tushibdi, birodarlar. Bulardan tashqari. Allah razı olsun. Alloh rozi bo'lsin. Bulardan ham ehsonni Alloh qabul qilsin. Rahmat, harakat qilamiz. Xudo xolasa oxirigacha harakat qilamiz. Yashanglar rahmat.